Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim, yaxshimisizlar? Tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana bugun 9-mayda. Xo'p, mana qazonlar qo'yilgan, mana qazonlar. Inshaalloh hozir osh bo'lyapti. Osh. Endi bizani kuzatib yurgan obunachilarim biladi, biz qayerda ishlaymiz. Podmoskva, Sholkiskiy rayon, Deryoni, Bogoslova. Mana rahbarlarimiz tomonidan rahbarlantirib o'tiribdilar. Mana Xudoga shukr, mana qazonlar qo'yilgan, oshlar qo'yilgan. Nasib etsa mana bugun bayramda qilib o'tiramiz. Hamma tashkiliy dunyo, mana o birinchilar ham keldi. Guruchlar tashkiliy dunyo hammasi endi ishchilarimiz ishlab o'tiribdi, hammasi yaxshi. Endi rahbarlarimiz tomonidan mana bu yerda assalomu alaykum. Bittadan endi intervyu olamiz. Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bayramlar bilan. Kayfiyatlar zo'r, bayramlar yaxshi. Kayfiyatlar zo'rmi? Yaxshi. Siz nima ishga aka? Biz elektrik. Bitovkalarni bo'yicha montajlarni. Voy bola, mana ko'ryapsizlarmi? Mana bayramda inshaalloh bu yerda bayram boshlanadi. Assalomu alaykum. Yaxshimi, sog'ligingiz yaxshimi aka, tinchmi? Siz nima ishga edingiz aka? Men butyovka qilaman. Akamiz butyovka qiladilar. Qayerdasiz? Namangandan. Namangandan. Poveram sizmi deymi? Inshaalloh nasib etsa ana pover. Assalomu alaykum. Boy. Assalom. Qalay sog'ligingiz? Tinchmi? Bo'lyaptimi? Charchamayapsizmi? Siz qayerdan edingiz aka? Men Farg'onadan. Farg'onadan. Nasreni qanday bugun? Udar Nasreni, ha? Siz qaysi ishga edingiz? Men kachigarman, hammani isitib turaman. Voy, mana hamma mana yotoqxonalarni isitib turayotgan akamiz. Shu odam bo'lmasa yaxlab o'ylamiz, lekin hammamiz shu yerda o'zimiz ishlaymiz bu yerda. Rahmat akajon, bugun Nasren zo'r. Mana palovlar qo'yilibdi. Endi avvalambor kimga rahmat deymiz shu tashkiliy dunyoga? Tashkilotimiz rahbarlariga. Tashkilotimiz rahbarlariga. Gap yo'q. Mana tuzlamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Power. Bir ko'rchaylik, yaxshimi, tinchmi? Siz qayerdan edingiz? Biz ham Namangandan aka. Namangandan. Qaysi ishga? Siz karada ishlaymiz-da biz aka. Karachimiz bu kishi. Xo'p. Nasreni qanday bugun 9-mayda? Yaxshi. Yaxshimi, zo'rmi? Tashkiliy dunyo qilgan rahbarlarga Katta rahmat. katta rahmatmi? Gap yo'q. Ana bu yerga kelamiz ana endi. Mana bu yo'q. Ukamiz. Siz qalay sog'ligingiz? Yaxshi, Xudoga. Tinchmi? Charchamayapsizmi? Nizomjon ismlari, o'zimizni voditel mana shu bitovkachilarni shu quritayko mana shular ish qilib. Gap yo'q. Nasreni qanday 9-mayga? Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshimi, zo'rmi, udarmi? Osh bo'lyapti. Bo'lyapti. Tashkiliy dunyo qilgan rahbarlarga, Rahbarlarga Nodirboyga ham rahmat. ana Nodirjon ukamiz ana endi pulni rahbariyat bergan bilan mana bu Nodirjon ukamiz bor. Mana bu yoqqa sal syomkaga tushiraylik bu yoqda. Mana bu tashkiliy dunyoni bozorlik qilib kelgan odam Nodir ukamiz. Bu ham voditel, ham santexnika qilmaydigan ishi yo'q buni. Hamma ishni qiladi. Rahmat. Nasreni, короче, удар. Nasreni zo'r. Идем сюда. Как дела? Нормально. Как жизнь молодая? Все нормально? Отлично. Настроение как сегодня? Отлично. Отлично, да? Праздничное. Ну, спасибо на начальство. Такие вот на праздники вот плов делаем. Спасибо на начальство, правильно? Правильно, так должно быть всегда. Да. Разговорный это был какие укам. Qalay, yaxshimi? Sog'ling yaxshimi? Tinchmi? Qayerdan eding sen? Buni aytir. Qayerdan eding? Ha. Qayerdan eding? Jizzaxdan ukamiz. Mana Nursulton. Gap yo'q. Alav ukalarimiz bu alav ishlaydi. Alav. Gap yo'q. Tanijonlar sog' bo'lsin. Hammaga rahmat. Mana tashkiliy dunyo bo'lyapti. Allohga ming qatla shukr. Mana palovlar pishirib 2 qozon palov mana bu yerda tashkiliy dunyo. Ay yurakda o'tib bor akalarim, ukalarim, kelinglar bu yerga bayram qilamiz. Bu yerda mana bormi yana bir nimalar bu yerda? Tashkiliy dunyoni yana bormi? Magazinda hammasi. Magazin shu yerda, mashin shu yerda, bitta emas, bir o'nta mashinamiz bor. Bemalol. Dars qo'llar taxlanibdi, ichkarida. Mana bu kimsiz? Siz qayerda edingiz? Jizzaxdan. Siz nima ishga? Svarka. Mana svarchik, qancha olasiz o'ylik, sir bo'lmasa dangal gap. Dangalga aytavering. Endi obunachilarim so'raydi. Qancha? 100dan ziyod, 120, 110. 120, ha? Minimum $1000 ziyod. Ha? Boryapti. Молодец, barakasini bersin. Siz bera keling aka. Sog'ligingiz qalaysiz-da? Charchamayapsizmi? Siz qayerda edingiz? Mana. Siz Navoiydanmi men? Navoiydan. Deyarli bizni zemlyak bular. Men Buxorodanman. Navoiydan. Siz nima ishga aka? Men okna sexda ishlayman. Okna sexga ishlaydi akamiz. Oylik beryaptimi? Aka, buni qo'ying gapni. Oylik hamma vaqt
kek bo'lojini vaqtida berilyapti. Ya seryozni ayting, seryozni. Mana qarang. Mana obunachalarim seryozni. Ya, beryapti. Oylik. Oylik beryapti. Normalmi? Normal. Tushyaptimi? Nasrining qanday bugun 9-mayga? Zo'r. Hammalarni tabriklaymiz, bayram. Hamma zo'rmi Nasrining ishtiyagmi? Zo'r. Gap yo'q. Ana endi nima deymiz endi rahbarlarga rahmat ha. Rahmat. Ehson qilganlarini Allohim ehson qilyapti. Endi rahbarlarimiz endi to'g'risi endi biza musulmonlar uchun mana tashkiliy dunyo qilib berishyapti mana bu yerda. Endi katta rulga o'tiradigan berasiz. Nodirjon ukamiz ham kerak etib qoldi endi bozorlik qilib kelgan tashkiliy ishga. Gap, siz bera keling, bera keling. Assalomu alaykum. Qanday sog'lig'ingiz? Tinchmi? Charchamayapsizmi? Nasrini qanday? Zo'r aka. Zo'rmi? Siz qayerdansiz? Namangandan. Adashmasam men reklamdan kelgansiz, ha? Shunaymi? Ish qanday bo'lyapti? Zo'r ish. Nasrini zo'rmi? Nasrini hamisha. Yurakdagi gap bugun 9-may tashkiliy dunyo qilgan odamga nima deymiz? Rahmat deymiz. Rahbarlarga, ha? Hammasiga rahmat. Mana ko'ryapsizmi? Podpischilar, mana bugun bomba bo'ladi. O'li videoning davomlari ham bu bera. Hammalaringizga tinchlik, sog'lik tilaymiz. Sog' salomat bo'linglar. To'xtana yana kimdirlar kelyapti mana bu yerda. Keladi, o'li oshxonani bu yoqqa taxlab o'tiramiz. Oshxonani inshaalloh hammalar taklif qilib qolamiz mana bu yerda kelinglar. Palovga, udar palov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lupoy payt kelinglar mana shu yerda. Mana bizga bunaqa tashkiliy dunyo ko'p. Mana obunachalarim burada qo'ylar so'yib, ehsonlar qilingan, videolar qo'yilgan. Mana bugun 9-mayda mana bu yerda mana osh tashkil bo'lyapti. Endi bu oshni tashkilotchisi endi avvalambor to'g'risini aytish kerak rahbariyatlarimiz. Ana biz musulmonlarga mana bir og'iz aytdik. Mana bu yerda Xudoga shukr mana ajratib, mablag' ajratib bizga mana sharoit qilib berib, mana oshlarni qilib, Allohga shukr, mana Nodir ukamiz bozor qilib kelgan. Mana bu yerda mana tashkilotchi ukamizni aytdim-man. Endi bozor qilib kelgan odam mana bu do'stim. Bu yerga kelamiz endi. Ana bu do'stim ham bayramlar bilan tabriklaymiz. Ana bu do'stim ham Navoiydan, mana reklamamdan kelgan odam. O'zi ancha bo'ldi bularga ham. O'zi Allohga shukr zakonni ishlayapti. Nasrini qanday bugun? Bayramona kayfiyat. Bayramona kayfiyat ko'ryapsizmi? Allohga shukr bizani odamlarning hammasi bayramona kayfiyat hammaga. Yana kim bor? Kelamiz. Hammalar Ara Irlandovichga Allohga rahmat. Ara Irlandovichga, xo'p, general direktorimiz Gorgirgochga, Lipo degan bir nachalligimiz bor. Hamma nachalstvoga, xo'p, kattakon rahmat. Sanvel nachalligimiz bor bu yerda. Hammasi Allohga shukr yaxshi, chotki bir nima desak gap yo'q deydi-da, sira sharoitimizni qilib beradi. Osh deymizmi, shashlik deymizmi, ish qilib rahbarlantirib o'tiradi. Mana hammani kayfiyati zo'r. Bera keling siz 1 minut. Kelinglarchi. Shavkat aka. Shavkat aka. Faqat bular qochishni biladimi bular? Nima tushunmadimmi? Xullas mana ko'rsangizlar bo'ladi bu tomonga mana hamma yaxshimi? Mana yurakda o'tib borda bularni, yurakda o'tib bor. Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Qayerdan edingiz? Sirdaryodan. Blokkasiz, ha? Blokka. Shu dangalni ayting, pas gapiramiz, mayli. Oylik qanday bo'lyapti? Super. Oylik super, ha? Chotkimi? İşlesangiz bo'ladi. Nasrini bugun zo'rmi? Tashkillash dunyo, hammasi osh-bosh zo'r, ha? Hammaga omad tilayman. Yurakda o'tib bor akalarim, ukalarimiz bemalol kelishlari mumkin. Bizning ana rahbarlar mana shunaqa. Luboy payt bizga podderchka qiladi, rahbarlantiradi, kerak bo'lsa premiya yozib beradi, mana bunaqa bayramlarga bayram qilib beradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xayr. Bu bitta duo qiling, duo. Bitta duo sizdan. Ilohoming, mana rahbarlarni shunchalik bizni qadrlagan ekan, shularning nimasiga yaxshi bo'lsin. Mana u ishlayotgan joylarimiz rivojini bersin. Doim shunaqangi ishlarda ishlaymiz. Allohu akbar. Bo'ldi, osh suzish jarayoni boshlandi. Qani? Hay Ibrohimjon, boshladik. Ana, osh suzish jarayoni inshaalloh. Mana Ibrohimjon power. Hay Ibrohimjon power. Mana inshaalloh mana osh suzish jarayoni ham boshlandi.
Xudo xohlasa hozir ichkarini ham o'zi olamiz hozir Xudo xohlasa. Ikkita qozon, mana 1 2. Birinchi Bor tashkillashtirilgan rahbariyatga ming rahmat. Rahbariyatlarimiz bu Araylandovish, Gorgilovich, mana Lipo bor, Doha bor, bu yerda Sanvel bor. Xo'sh, hammasiga rahmat deymiz-da, bitta do'y foto qilamiz. Sharof aka. birinchi taom Вам и ребятам тоже. birinchi taomga umuman qilib qo'yaylik. Ilohim qilgan xayr ehsonlari dargohlarga qabul qilsin. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alam tara kayfa rabbika bi'ashabil fil. ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيلا ترميهم بحجارة من سجل فجعلهم كالصم مأكول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Şu o'qilgan tilovat ehsonlarimizdan hosil bo'lgan savoblarni avvalo Habib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhi paklari, asli bayt ashablari, jami o'tgan mo'min musulmonlar, aziz avliyo ulamolar, g'arib ulamolar, fozil fizollar, bevishil. Shu jumladan shu ishlarni tashkil qilganlarga avvalambor katta rahmat. Qilayotgan xayr ehsonlar dargohiga qabul qilsin. Ilohim Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan va qina azoban nar rahmatga orom. Hammani ishiga omad bo'lsin. Кто организовал ему спасибо огромное. Ana shunday. Огромное спасибо, рады уважения. Вам спасибо, ребята. То, что вы с нами работаете, с праздником вас и всех, вашей семьи, детям, здоровья. Вам тоже спасибо. Как вы с вами приехали, чтобы зарабатывать, семью кормить, все это ценим. И вашу веру, в том числе, нашу, и все уважаем любую веру, это не знаю, ислам, христианство, католицизм или что-то другое, да, и все уважаем. Потому что человек, который верующий, прежде всего, уважает свою семью, значит, у него есть очаг, значит, он дорожит это. Не важно, какая у него вера. И хочу всех поблагодарить, кто здесь работает, с нами работает. Прежде всего, вы не только для вашей семьи зарабатываете, и для нашей семьи тоже. Потому хочу поблагодарить от всех, от руководства, кто здесь нету. Всем вам спасибо огромное. Еще раз с праздником. Спасибо вам тоже. Всех. Благодарю всех.